Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Zamir opa, rahmat taklifimni rad qilmaganingiz uchun. Juda xursandman. Taklifingiz uchun sizga ham Bir rahmat. men emas, sizni muxlislaringiz ham shuni kutyapti. Ular ham xursand, xudo xolasa. Bilasiz, meni ko'p savollarim oilaviy, shu manfaatli bo'lsin deb videoga olamiz YouTube Juda kanalimizga. to'g'ri, bilasizmi nimaga? Gapingizni bo'ldim uzr. Chunki oilada tug'ilamiz, oilada o'samiz, oilada shakllanamiz. Oila qanchalik o'sha haligi to'g'ri deyolmaymiz, keragicha shakllangan bo'lsa, o'sha bolachalar ham o'sha kerak muhitda o'sib, juda chiroyli inson bo'lib o'sishadi. Shuning uchun oila bu juda ham muhim mavzu. Oilada tug'ilamiz, oilada shakllanamiz, oilada tarbiyalanamiz. Shuning uchun bu juda chiroyli, kerak mavzu. Rahmat. Opa qarang, savolim oddiy. Ko'plar aytadi, o'zimizni o'zbeklarda bir gap bor. Baxtini topdi deydi. Shu to'g'ri ma'noda olib qarasak, baxtni topadimi yo oilada baxtga erishadimi? Bilasizmi, juda chiroyli savol. Men endi bitta jarayon qilib ishlaganim uchun baxtni topiladi ham, unga ishlanadi ham, uni shakllantiriladi ham. Unga bilasizmi, uni ushlab ham qolish kerak, uni rivojlantirish ham kerak. Uni juda ko'p jarayonlari bor. Faqat unisi yoki bunisi deya olmayman. Deylik, 1 yilda qarasangiz bitta narsa kerak, 3-yilda boshqa narsa kerak, 5-yilda yana boshqa narsa kerak. Hammasini qo'shganda chiroyli oila bo'ladi. Shu gapingizdan mana qarang, ko'p yosh oilalarimiz 1-2 yilga yetmasdan ajrashib ketyapti. Unaqalar ko'p. Sababi mana misol o'sha baxtimni topdim deb o'ylaydi-ku, lekin ikkalasi shu baxt ustida ishlagisi kelmaydi. Bilasizmi, bu yerda aniqroq aytganda nima bo'ladi? Mana yoshlar uchrashganda mana ko'pincha ota-onalar, deylik, bir nechta variantda bilamiz, ota-onalar topishdi deymiz. Kimdir o'zi sevishib turmush quradi, kimdir o'sha dariladi deymiz. Va o'shanda qaysidir tomoni to'g'ri keladida, to'y bo'lib ketadi deylik. Lekin yashash jarayonida odamning bir qancha tomoni kelib chiqadi. Mana aytaman, har doim mana odamning tug'ma faktorlari bor va shakllanadigan. Ya'ni o'sha tug'mada temperament deyiladi, jins psixologiyasi deyiladi, keyin yosh psixologiyasi degan narsalar bor. Ular tug'ma faktorlar. Ulardan qochib qutulib bo'lmaydi. Masalan, xarakter u shakllanadi. Temperament u tug'ma bo'ladi. Masalan, sergap yoki kamgap deymiz-ku, ekstravert, introvert, ular tug'ma faktor. Masalan, introvertlar tug'ilgandan kamgap bo'ladi. Ekstravertlar tug'ma ko'p gapiradi. Lekin hattoki introvertlar ko'p gapirishni o'rganganda ham ichidagini yetmaydi. Ekstravertlik kam gapirsa ham ichidagini lopitib aytaveradi. Masalan, demoqchiman, bu ham tug'ma faktor. Yoki yosh davri psixologiyasi deymiz. Har xil yoshda o'zini har xil, nima uchun ko'plar yosh qiz olaman deydi yoki yosh uylantiraman deydi. Chunki mana bizda hissiyot, aql va shaxs programmasi ishlasa, hali aqli kamroq paytda uylantirib qo'yaman, turmushga beraman. Bu aqli kam emas, tajribasi kam, qanaqadir yig'ilgan ma'lumot miqdori kam bo'ladi. Va o'shanda deylik, uni o'sha ichiga qanaqadir ma'lumotlarni kirgizib olish osonroq bo'ladi. Lekin baribir ham keyin vaqt o'tib o'sha nima deydi, Xudoyim bergan fe'l deymiz yoki o'sha tug'ma faktorlar deymiz. Ular sekin-sekin shakllanib, baribir ham keyin o'sha odamlar shakllanib, keyin bir-biriga xarakterlari o'sha xarakteri to'g'ri kelmaydigan davrga ham yetib kelamiz. Bu nima degani? Masalan, bitta modelda o'sgan, masalan, bitta oila modeli bor, masalan, deylik, hamma narsani erkak kishi hal qiladi. Yana bitta oila modeli bor, deylik, ayol kishini ishtirokida. Va shu ikki xil modelda o'sgan oilani tasavvur qiling, erkak kishi aytadi, gapirma, yigit aytadi. Faqat erkak hal qiladi. Ayol aytadi, bizda adam bilan oyim birga hal qilishardi. Shuni o'zida qancha nizo bo'ladi. Yoki masalan, kimdir aytadiki, deylik, ayol kishi ishlaydi, kimdir aytadiki, yo'q, ayol kishi uyda o'tirish kerak. Yana deylik, masalan, erkak kishi har doim maqtash kerak. Kimdir aytadiki, erkak kishi kam gapirish kerak. Shularni o'zida bu nizolar emas hali, lekin tushunmovchiliklar. Tushunmovchiliklar yig'ilib keyin o'sha shaxs strukturasi deydiki, bizani o'sha aqlimizga qarab, qadriyatimizga qarab, me'yorlarimizga qarab, nima deydi, o'sha qonun qoidalarimizga qarab, keyin nimalardir bo'ladi. Shakllanadi. O'sha deylik, xarakterga ham qarab, shaxs strukturasiga ham qarab, lekin tug'ma faktoriga ham qarab. Deylik, o'sha jahli tezroqlar, deylik, jahl qilib oxiri yo'q deb ketadi. Sabrliroqlar ozgina kutib, qarab, nimadir qiladi. Lekin har doim aytamanki, o'sha oilalar bilan gaplashganimda, o'rtoqlar deyman, bir-biringlarni hali o'rganib olguninglargacha, bir-biringlarni har xil tomoninglarni ko'rguninglargacha vaqt o'tish kerak. Shuning uchun eskilarimiz gapi bor, bir qish chillasi o'tsin, bir yosh chillasi o'tsin. Men aytaman, kamida 3 oy kerak bir-birini odam sal bundoq hidini bilib, bu qanaqa ekan deyishga.
har xil vaziyatlar bo'lishi kerak. Chunki masalan deylik, qaysidir vaziyatda odam jim turadi, qaysidir vaziyatda odam gapiradi. Yoki bilasizmi, hali kuchi ko'p paytda odam deylik gapirgisi kelsa ham o'zini ushlab turishi mumkin. Lekin 3 oy, 4 oy, 6 oyda charchaydi organizm. Psixika ham charchaydi. Shuni hisobiga keyin o'sha sabr ham yetmay gapirib boradi. Shuning uchun vaqt o'tish kerak deyiladi. Va bu yerda bitta narsa borki, yaxshi ko'rinaman deb o'zini boridan ortig'ini qilish ham noto'g'ri. Bu ham zulm, sog'liq ketishni boshlaydi. Vaqt o'tganda mana aytyapsiz, o'zi o'ylaydi deyapsiz. Ko'pchilik vaqt o'tganda ikkalasi sukut saqlaydi, o'zi bilan o'zi gaplashishga qaror qiladi. O'shanda bir-biri bilan o'tirib bitta qarorga kelmaydida, hammasi o'zini pozitsiyasida hal qilib qo'yadi. O'zi savol berib, o'zi javob berib qo'yadi. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Narsa aytdingiz, mana men aytaman, haligi falsafada sillogizm degan bitta narsa bor. Bitta gap borda, keyin ketidagi gaplar yeyilib ketadi-da, bu yoqdagi gap chiqadi. Mana hozirgi aytgan gapingiz ham keyin men o'shalarning orasini ochib aytishni yaxshi ko'raman. Masalan deylik, ikkita odam, bu ho turmush o'rtoqlari bo'lsin, bu ho o'sha ishxonadagi odamlar bo'lsin, ho qo'shnilar bo'lsin, o'tirib gaplashish uchun bilasizmi qancha mehnat bo'lishi kerak. Uni o'rtasida qancha narsa bo'ladi. Odamda avvalambor xohish bo'lishi kerak, bir-birini saqlab qolishga. Odamda maqsad bo'lishi kerak, bir-birini saqlab qolishga. Odamda mashuncha yurak bo'lishi kerak. Odamda bir qop sabr bo'lishi kerak. Eshitib bilish kerak. Odamda aql bo'lishi kerak va siz aytayotgandek, o'sha xarakterni ko'rsatkichlari sabr o'shanga kiradi, bo'lishi kerak. Shuning uchun biz yoshlarimizni tayyorlaganda faqat hayot bu bayram deb emas, hayotda bu hamma kunini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni iloyim bayram bo'lsin, lekin bu bayramlarga yetish uchun bir qancha jarayonlardan o'tiladi deb agar tayyorlasak, ancha yashash oson bo'ladi. Bilasizmi, men shu odamlar bilan ishlaganda, birinchi 5 mingtacha odam bilan ishlaganimda, tahlil qilganimda ikkita narsani ko'rganman. Har doim qaytariladigan narsani ko'rganman. Birinchisi ma'lumot bilan bog'liq bo'lgan, aytardim uni ma'lumot qopidirdim. Ikkinchisi odamning sifati, xarakteriga bog'liq bo'lgan. Ya'ni biz qancha bolalarimizga masalan bu yaxshi, bu yomon deb o'rgatsak, kerak emas, nimanidir qopini, ma'lumot qopini bersak, o'sha ma'lumot to'g'ri keladigan joyi ham bor, to'g'ri kelmaydigan joyi ham bor. Shuning uchun asosiy ma'lumot bu, lekin hayotda har xil narsa bo'lishi mumkin. Unga ham tayyor bo'lish kerak deb bolani kengroq tarbiyalash kerak. Xuddi shunaqa sifatlar. Mana bunaqa bo'lish kerak, lekin hayotda har xil narsa. Mana bugun eng ko'p kasal doktorlar bilan gaplashganimizda, men ishlaganimda eng ko'p murojaat qiladiganlar asab sistemasi bilan. Bu nima degani? Asab sistemasi degani mana me'yor bilan bog'liq. Deylik, agar meni me'yorimga 5 ta narsa sig'sa, 6-chi narsani, 7-chi narsani ishlatganimda oxir asabim charchashni boshlaydi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun eng qiyin deyman bu hayotda yashashga erkak odamga deyman. Shuning uchun hey ota-onalar ishlaganda, ota-onalar bolalaringlarni yaxshi ko'ringlar, erkak qilmanglar deyman. Yaxshi ko'rish bilan erkak qilish bu boshqa narsa. Nima degani? Mana erkak degani me'yoriga uncha to'g'ri kelmaydi uni shakllangani. Chunki me'yorda h degan gap ham bor, yo'q degan gap ham bor. Me'yorda oladigan payt ham bor, olmaydigan payt ham bor. Me'yorda beradigan payt bor, me'yorda qo'lni cho'zmaydigan payt ham bor. Bolaga shuni o'rgatish kerak. Agar bola faqat olib o'rgangan bo'lsa, qayerdir borganida yoki ko'chaga chiqqanida kimdir bermasa, ana bolada sinishlar boshlanadi. Shuning uchun ota-ona bolasini yaxshi ko'rsa, uni me'yoriy shakllantirish kerak. Yaxshi ham ko'rsin, boshini ham silasin. Lekin bolam, sendan boshqa bolalar ham bor. Bu dunyoda boshqa odamlar ham bor. Bu dunyoda qonun qoidalar bor. Bu dunyoda menga o'xshab boshqa bolalarning ham ota-onasi bor. Sen yig'laganingda qanaqa qilib ular joni og'risa, ularning ham joni shunaqa og'riydi deb bolaga sekin-sekin o'rgatsak, bolalarimiz qalbi ham chiroyli bo'ladi, aqli ham chiroyli bo'ladi, fe'li ham chiroyli bo'ladi. Rahmat.